Assalomu alaykum hamyurtlar. Yaxshimisizlar? Sog' salomat yuribsizlarmi? Bugun bir o'zimcha ixtiro qilyapman. Mana bu shtangasiga val deydimi, shtanga deydimi. Mana bunaqa terma usatga qo'ymoqchiman. Qanaqa bo'ladi? Shuni ko'rmoqchiman. Maqsad qirilmasligi uchun, shilinmasligi uchun, mustahkamroq bo'ladimi deb o'zimcha o'ylab qilib ko'ryapman. Hozir hammasini buni o'rnatib bo'lgandan keyin yana bir tayyor bo'lgan holida ko'rsataman. Menimcha yaxshi chiqsa kerak va mustahkam bo'ladi. Yana qattiqlik qo'shiladi deb o'ylayman. Hurmatli yurtdoshlar, o'rnatib oldim. Endi buni ish jarayonida ko'ramiz, xudo xolasa. Qo'ymasam ham bo'lar ekan. Chunki bu qizdirib qo'yiladi. Salval qizidi. Menimcha detallariga hech qanaqa ziyon yetmadi deb o'ylayman. Xayr, sog' salomat bo'linglar.